Bugungi kun, bugungi fayzli oqshomning sababchilari bo'lgan baxtli kelin-kuyovlarimizni yana bir bora bugungi baxtli o'sal oqshomlari bilan tabriklaymiz. Baxtli va chiroyli oila bo'lishlarini tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Xudo xolasa kelajakda chiroyli oila, namunali oila, baxtli oila nomiga sazovor bo'lasizlar degan umidlarda ajoyib oramizda davom etar ekanmiz. Hurmat va ehtirom bilan kelinimizning yuzlarini ochish marosimini chiroyli tarzda o'tkazamiz. Marhamat, hurmat bilan hurmatli kelin bolamiz, kelin kuyov bolamizga 3 marotaba ta'zimlaringizni bajo berasiz. Sog' bo'linglar, marhamat. Baxtli bo'linglar. Chiroyli 3 marotaba ta'zimlardan so'ng kuyov bola kelin yuzlarini ochib qo'yasiz. Baxtli bo'linglar, sog' bo'linglar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Chiroyli oila bo'linglar. Aylanayin vatanim bo'lsang dunyo jannati, turfa elatlar ichra go'zal urfi odati. Ko'zlaganing har ikki dunyoning saodati, kimlar boylik zinnasi, kimlar yerga talashar, hay ulan, jon ulan, o'zbekka to'y yarashar. Bugungi to'y bilan, tantana bilan Norqabilikchilar xonadoni, Botirjon akamiz, Layla yangamiz xonadoni bilan yana bir bora tabriklaymiz. Kelayotgan kelinlarning qadamlari qutlug', barakali, poy qadamli kelin bo'lsin. Xudo xohlasa, nabiralarini to'ylariga ham shu xonadonga yaxshi kunga ega bo'lish nasib etsin. Ana endi ajoyib tilaklarni, istaklarini eshitish maqsadidamiz. Shu sababli davramizga mikrofon qarshisiga hurmatli kelin-kuyovlarimizning hurmatli guvohlari, kuyov bolamizning kuyov jo'rasi, kelinning onasi mikrofon qarshisiga